Pensiya tayinlash uchun ariza berish. Assalomu alaykum. Omonmisiz, qadrdon muxlis? My.uz xabar berishicha. Jismoniy shaxslarga ko'rsatiladi yarim avtomatik. Bu qanday ishlaydi? Ariza beruvchi yoshga doir pensiya tayinlash uchun Davlat xizmatlari markaziga o'zi kelgan holda yoki YaITXP orqali murojaat qiladi. So'rovnoma shaklini to'ldirib, pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari tomonidan ko'rib chiqilishi uchun pensiya dasturiy majmuasiga yuboriladi. Pensiya jamg'armasining pensiya dasturiy majmuasi axborot tizimi orqali tegishli vazirlik va idoralararo axborot almashinuvi asosida olinadigan fuqaroning ish staji, ish haqi hamda boshqa ma'lumotlarga asosan davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan tartib va me'yorlarga muvofiq hisoblaydi va tayinlaydi. Pensiya tayinlanganligi yoki rad etilganligi sabablarini ko'rsatgan holda shaxsiy kabinetga ma'lumotnoma yuboradi.